Assalomu alaykum qadrdonlar. Pomidorlar uchun quti ishlab chiqaryapmiz. Bahodir aka xalqqa taniting deb menga chiqishgan edi. Qadrdonlar, men bu qutilarni o'rganish jarayonida issiqxonalarga bordim. Food City'ga bordim va o'ttiga holatni ko'rib, Turkmanistondan, Turkiyadan sifatli upakovkalarda pomidorlar kelayotganini ko'rib, bitta xulosaga keldim. Qadrdonlar, biz ham o'zimizni o'zbek brendini ko'tarishimiz kerak va sifatli upakovkalarga qadoqlashimiz kerak. Upakovka yaxshi, ma'qul mahsulot. Bir qator taxlanadi, gazetalar bilan chiroyli qilinsa, salfetkalar bilan akkuratli bo'ladi. Lekin yaxshi, akkuratli mahsulot. Biz o'zimiz mana shu mahsulot olib kelamiz, mahsulotlar. Shunday. Mana shunaqa mahsulotlarni olib kelamiz. Yashidan ko'ra bularga bizga bu ancha qo'l mehnatini ekonom qiladi. Dashishga qoqmaydi, boshqa qilmaydi, sinib ketmaydi. Dashishga qoqilgan joyda ezilishi bo'ladi. Razmeri standart, kilosi standart. Korxonaning telefon raqamini yozib qo'yaman. Qadrdonlar, telefon qilib aloqaga chiqaverasizlar. Mana shu videoni pomidor yetishtiradigan tanishinglarga yuborib qo'yinglar. Qadrdonlar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.